ChatGPT. Bitta gap eshitdim-da, bu gapda ko'p Instagramda eshityapman. Odamlarning fikri har kun o'zgaradi, o'zingni to'g'ri deb bilgan ishingni qil, deyapti-da bittasi. Bu gap har xil videolarda aylanib yuribdi. Men u fikrga qo'shilmayman. Sababi, agar odam o'zini to'g'ri deb bilgan fikrini qiladigan bo'lsa, ishini qiladigan bo'lsa, unda вообще noto'g'ri bo'ladi-yu deb o'ylayapman. Chunki masalan, men o'zimni to'g'ri deb bilgan ishimni qiladigan bo'lsam, bu o'z-o'zidan nafs bilan ko'ngilga ham bog'lanib ketadi-da. Nafsing xohlagan ishni qil deganga o'xshaydi. Ko'ngling tusaganini qil deganga o'xshaydi. Ko'ngil, nafs nimalarni xohlamaydi? Masalan, men qanaqa jirkan ishlarni qilib yurishi mumkin-da odam agar to'g'ri deb biladigan bo'lsa, kim nima desa deversin, hech narsani qiziqmi, men shu noto'g'ri bo'lsa ham shuni qilaman. Shu ishda deydigan bo'lsa, to'g'rimi? Shuning uchun men u gapga qo'shilmoqchi emasman. Sen qanaqa fikrdasan? Agar odam o'zini to'g'ri deb bilgan har qanday ishini qilaversa, bu to'g'ri, mantiqqa to'g'ri keladimi? Yaxshi ish bo'ladi deb o'ylaysanmi? Bu fikrning bir tomoni bor, lekin unchalik oddiy emas. Odam o'zini to'g'ri deb bilganini qilsa, faqat o'zini ichki kompasiga suyanadi. Bu kompas noto'g'ri so'zlangan bo'lishi mumkin, shunday emasmi? To'g'ri qarorlar ko'pincha nafaqat ichki tuyg'uga, balki axborot, tajriba, boshqalarning fikri bilan muvozanatda bo'lishi kerak. O'z fikringizga ishonish yaxshi. Lekin uni doimiy ravishda sinab ko'rish, ochiq bo'lish va o'sish uchun boshqalarning fikrini ham eshitish baribir muhim. Shuning uchun to'g'ri deb bilganimni qilaveraman degan yondashuv ba'zan insonni o'z xatosini tanimay, yopiqlikda qo'ldirishi mumkin. Tushunarli. Ba'zi gaplaringda meni ichimdagi o'ylagan gaplarimni aytding. Rahmat senga. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu Instagramda sizlar ham shu gapga shunaqa videoda ko'rgan bo'lsalaring kerak, ko'pchilik o'sha ovozdan foydalanib qo'yapti. Odamlarning fikri har kun o'zgaradi. O'zingni to'g'ri deb bilgan ishingni qil deyapti. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Shu gap to'g'ri deb o'ylaysizlarmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar.